Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan Texnika bozorim kanalida yana bir bor diydor ko'rishib turgandan judayam baxtiyorman. Qadri baland qadrdonlarim, biz bismillah deb ishni boshladik. Qani biz ishni boshlashdan oldin bir donagina laykni tars etib kanalimiz rivoji uchun bosib qo'ying. Agarda bizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying. Biz e'tiboringizga Lowell Tourist 4E mini traktordan ishni boshlaymiz. Yangi ot kuchi 40 ta 4x4 tortadi. Holati a'lo darajada minishga tayyor holatda turibdi. Kalitga yuradi. Umuman aybi yo'q, toza traktor. Pul zarur, shuning uchun sotilmoqda. Narxi atiga $12,000. Yanada kelishtirib beraman. Albatta telefon raqamiga realniy oluvchilar aloqaga chiqsa 91 kodi bilan 321 91 34. Manzil qayerda deb o'ylaysizlar qadrdonlar? Manzil albatta doimgidek bizni Farg'ona shahrimizda, Farg'ona Oltiariq, Farg'ona viloyatida do'stlar, ozmoz adashmovchilik bo'ladi. Xolos do'stlar, Farg'onada mini traktori ko'rdingiz, traktor dahshat holatda, zo'r holatda turibdi. Albatta tavsiya beraman. Biz davom etamiz qadrdonlar, mini traktorlarni ko'rishda davom etamiz. Qani ketdik. Shu yerda bitta bozaqlab bir donaga like, izohlarda omad so'zini qoldirib keting. Qadri baland qadrdonlari, mini traktor chimgan 304 sotiladi, srochni sotiladi. Holati yaxshi holatda turibdi. O'zi 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Albatta buni ham manzili Farg'onada. Qadrdonlar, farg'onalik akalar bo'lsa, mana mini traktorlarning dodalarini ko'rsak ham, narxi o'zi ham o'ziga yarasha $5,000. Holati a'lo darajada yurib turgan texnika, bir kaltga zavod bo'ladi. 4 ta baloni deyarli 60-70% yangi holatda turibdi. Motorlarda umuman ayb yo'q. Korobkalar vobshim a'lo darajada. Qadrdonlarim, kimgadir qiziq bo'lsa, men buni telefon raqamini, Telegram kanalimni oxirgi postlariga mini traktorlarni dodalarini chiqazib qo'ydim. O'shalar orasida turibdi. Kirib ko'rib bemalol telefon raqamiga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Biz davom etamiz. Telegram manzilini kimlardir so'rayish mumkin. Albatta Telegram kanal manzili YouTube kanal havolasida turibdi. Profiliga kirasizlar, havola ustiga bosib o'tib olib mini traktorlarning dodalarini ko'rasizlar. Qadrdonlar, kecha mini traktorlardan 3-4 ta joylagandik. Qanaqa texnikalar chiqaraylik, yozib ketinglar izohlarga degandik. Albatta izohlarda Azamat degan bitta akamiz, ismini ham aytib o'tib ketaman. T25 dan bo'lsa chiqarib qo'ying uka, kelgusi videoda sizga obuna bo'lganman deb yozib qo'ygan ekan. Mana akajon, e'tiboringizda T25 shu yerda yozib keting. Yana qanaqa texnikalar qayerlardan chiqaraylik? Albatta har bir fikrni alohida ahamiyatga olgan holda aynan siz qidirayotgan texnikani men albatta Telegram kanalimizga ila YouTube kanaliga ham chiqazamiz video qilib. T25 sotiladi xullas do'stlar, holati yaxshi, motor korobkasi yaxshi holatda turibdi, kamchiligi yo'q. Traktor qo'shimcha chizel plugi bilan narxi 30 million, manzil bu ham Farg'onada do'stlar. 88 814 75 77 qisqa telefon raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Ko'rinishga baho bermanglar, ko'rinishi u bu bo'lsa ham balonlari yangi 50-60%, motorlari, korobkalari yaxshi holatda turibdi. Aloqaga chiqinglar, tavsiya qilaman. Bunaqa texnikalar bizga kamdan kam keladi. T25 so'raganlar uchun mana e'tiboringizga chiqazib o'tib ketdim do'stlar. Hozirgi ko'rib turgan texnikangiz bu Slows Combine ekan. To'g'ri, buni men kamdan kam ko'rganman. Sotuvda ekan xullas do'stlar. Turkiya mahsuloti ekan. Holati yangi holatda. Narxini akamiz $8,500 deb qoldirgan. 8,500. Kami bor, manzil Andijon viloyati, andijonlik akalar shu yerga yozib ketinglar. Bu texnika nima vazifani bajaradi va holatini bitta ko'rishda biladigan akalar yozib ketinglarchi. Buni holatini akamiz yaxshi holatda olasiz, soqqani bosasizlar deb yozib ketgan. Aytib o'tib ketgan menga. Telegram kanalimga chiqazib qo'ydim. Endi holatini men bunaqa texnikani qarashda bilmayman. Yozib ketinglarchi qanaqa texnika bu. Xullas do'stlar, Andijon viloyati Marhamat tumanida ekan. 77 969 963 6998 94 251 52 74 qisqa telefon raqamlarini qoldirgan. Aloqaga chiqsanglar bo'ladi qadrdonlar, akamiz kelishtirib beradi. Va biz doimgidek Farg'onada yana bitta texnikani ko'rsataman. Qadrdonlar, bu Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida ekan bu texnikamiz. Bu qanaqa rusumli desanglar, bitta ko'rishda traktor texnika deydigan akalar bu TTZ deb yozib ketadi. Albatta bu TTZ, boshqa texnika emas u. TTZ 80 sotiladi. Narxini boshida aytib o'tib ketaman qadrdonlarim. Ekran yuzida ko'rib turganingizdek bu texnikamiz rangi, balonlari 4 ta balon hammasi yangi bosilgan 100%. Rangi 50 million, kelishamiz. Holati a'lo darajada. Xullas do'stlar, 50 millionlik texnika, manzil Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida, holati a'lo. Xullas balonlari yaxshi, 100% yaxshi emas, o'ta a'lo, 100%. Korobkasi ham, dokumentlari ham joyida. Xullas korobka, motor, zadniy mozlari hech qayerda ayb yo'q. Telefon raqam qoldirib ketaylik bunga qiziqqanlar uchun. 90 kodi bilan 550 33 64
qisqa telefon raqamlariga bog'lanib, bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Nafaqat MTZ bizni MTZni dodalari va hokazo bunga o'xshash sara texnikalarni ko'rish uchun albatta bizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Qadrdonlarim, yana bitta MTZ traktor kursini o'tib ketaman. Bu texnika haqida bizda ma'lumot kam edi, ammo biz olib Telegram kanalimizning oxirgi postlariga ma'lumotlar bilan, narxi bilan tanishtirib o'tib ketdik Telegram kanal obunachilarini. Albatta Telegram kanalimizga o'tib qo'ysangiz, nafaqat bunaqa texnika, balki bundan-da saralari, mini traktor deysizmi, Pakochik, ekskavator, KAMAZ, Arion texnikadan tortib Belarus 80 ga 1, 80 ga 2, 952, 2 va hokazo hammasini ko'rishingiz mumkin. Qadrdonlarim, bu texnikamiz uchun nomer 97 050 3096 telefon raqami orqali akamiz o'zi ma'lumot beraman degani uchun biz bor ma'lumotni ekrangizga hozircha yozib qo'ydik. MTZ soatlarda yurib turgan, vomlar ishlaydi. Motor, korobka, zadniy moslarda ayb yo'q, korobkalarni ajratmaydi. Dokumentlarigacha qilib joyida deb qoldirgan endi akamiz. Endi qanaqa bilmadim, telefon orqali o'zingizlar kelishib olasizlar. Qadrdonlarim, bizni kuzatishda davom eting. Agar shu yergacha bizni tomosha qilib kelgan bo'lsangiz, iltimos qilamiz, bitta like, izohlarda omad ukam ishingga, kelgusi videoda mana bunaqa texnika chiqar deb shundoqqina yozib keting. Aynan siz qidirayotgan texnikani men ko'proq chiqarishga harakat qilaman. Qadrdonlarim, MTZ 15 ga 23 texnika kelgan bizga. Albatta sotuvda. Manzilni aytsam, dod devarasiz. Manzil Xorazmda ekan. Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr. Qadrdonlarim, rostdan o'zi 1100 kilometrmi yozib ketinglarchi Toshkentdan Xorazmgacha. Yo boshqa viloyat nazarda tutilganmi bilmadim. Xolos do'stlar, u o'z yo'liga biz davom etamiz. Yili 2018-yilda ishlab chiqarilgan bu MTZ 15 ga 23, 2018 da ishlab chiqarilgan. Motorchasi 5690, yurib turibdi. Narxi 200 million. Telefon raqam 93 503 92 81. Aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Umuman ma'lumot kerak emas, sababi texnika ideal holatda turibdi. Shunchaki a'lo emas, ideal holatda turibdi. Qadrdonlarim, MTZni ko'rdik, mini traktorlarni ko'rdik, jatkalarni ko'rdik. E'tiboringizda bitta zil samasvaldan ham ko'rsatib ketay. Zil 130 samasval deb akamiz qoldirgan. Xo'p qadrdonlar, holati shunchaki a'lo darajada emas, holati ideal holatda, dizel balonlari yaxshi holatda. Kerak bo'lsa balonlari 60-70% shu bilan ham 5-10 yil maza qilminasiz deb akamiz yozib qoldirgan. Endi menimcha soqqani soqqiga bosadigan texnika. Qadrdonlarim, kimgadir qiziq bo'lsa yoki sizning ham texnika qidirib yurgan yaqinlaringiz bo'lsa, videoni havolasini tashlab qo'ying, kirib ko'rib texnikani sotilib ketsa ajab emas. Qadrdonlarim, buni narxini akamiz atga 45 million deb qoldirgan. Manzil Qo'qonda ekan. 77 763 50 05 qisqa telefon raqamini qoldiring. Motor, korobka, zadniy mos qayri bo'lsa ideal holatda turgan texnika atga 45 million so'm. Savdosiga baraka tilaymiz. Narxi anchagina arzon. Qadrdonlarim, Maz sotiladi. 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Bu ham KAMAZlar nimasiga kirsa kerak menimcha, texnikalar sarasiga. Xullas do'stlar, yoqilg'i dizel, motor qilingan, yog' umuman yemaydi, balonlari 80%, kerak bo'lsa 90% yangi holatda. Ma'lumotlari moshin oldida gaplashamiz. Kelasiz, ko'rasiz. Xohlagandek ko'rib chiqasiz. Motor deysizmi, korobka deysizmi, balon deysizmi, qayeri bo'lishidan qat'iy nazar holatiga qarab o'zingiz savdolashasiz. Narxi attiga 16 ming dollar deyapman. Yanada kelishtirib beraman deb akamiz qoldirgan. Endi bu yog'i sizlardan azizlar. Kelishamiz ham deb qoldiribdi. Manzil Navoiyda ekan. Telefon raqamini aytib ketaylik. 94 253 79 89 50 072 51 00 qisqa telefon raqamlariga bog'lanasizlar. Borasizlar, ko'rasizlar, soqqani soqqiga bosadigan texnika olib maza qilmasizlar. Shunchaki texnika bozorim kanaliga uka ishingga omad deb yozib ketsangiz bo'ldi. Ha azizlarim, hammasi sizlar uchun. Va e'tiboringizda Arion 630S traktoridan ham bitta kurs o'tib ketay. Arion 630S sotiladi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan, ishlab turgan texnika, motorlar, korobkalar hali ochilmagan, kelgani berib atiga umuman uncha soat yurgan bo'lsa 5-6 ming soat yurib qo'ygandir deb akamiz qoldirgan. Aniq aytgani yo'q, menimcha endi anchagina yurib qo'ygandir, baribir 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Xullas so'zlar, akamiz narxini 330 million deb qoldirgan. Mana balonlari 100% holatda, bittada ko'rishingiz mumkin rasm holatidan ham. 97 316 18 52 qisqa telefon raqamlariga bog'lansanglar bo'ladi. Korobka, motor hali ochilmagan. Qadrdonlarim, videomiz oxirlab boryapti. Videomiz so'ngida nima ham deymiz, iltimos qilamiz, bizni kuzatishda davom eting. Mehnatimizni ozgina bo'lsa-da qadrlagan holda bir donagina kanalimizga o'z rivojingizni qo'shib
Like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Kelgusida ko'rishguncha hammaga omad!